qoplashga harakat qiladi. Andijon hali kuchli bo'lib qaytsa kerak. Chunki u yerda talab ham kuchli, sharoit ham zo'r va jamoa baribir yuqoriga intiladi. Hozir esa Xorazmdan ajoyib hujum, to'p jarima maydonchasida zarba, gol! 2-0. Xorazm bugun ajoyib kayfiyatda o'ynayapti. Ularning ishtahasi yomon emas. Tezkor hujum tashkil zo'r o'tib ketdi. Pas bilan o'tib ketdi. O'zi to'pni qabul qildi. Yana bordi, kirdi, zarba berdi, gol urdi va hisobni 3-0 ga yetkazyapti Sunnatulla Abdullajonov. Bu yerda o'zi hal qildi ko'p narsani jarima maydonchasi ichida. Oxirigacha kurashib, to'pni sherigiga tashlab, keyin o'zi uni himoyachilar Emirovni o'rab olgandan keyin yordamga kelib, yana oldinga tashlanib, tepib gol urib ketdi. Bu vaziyatda Sunnatulla Abdullajonov juda ham ajoyib o'ynadi. Mana bu vaziyatda aldab o'tyapti, ketma-ket o'yinchilarni va zarba beryapti. Yerlatib darvoza tomon zarba berdi. Darvozabon pastdan borgan to'pni ushlab qola olmadi. Abdullajonov mana aldamchi harakatlar, sal hujumni boshlang'ich nuqtasidan ko'rsatib berishganda yana